Sochni og'izda eriydigan ismaloq somsa tayyorlaymiz. Ishimizni bismillah deb boshlab, 2,5 piyola un bilan 200 gramm margarinni urvoq qilib olamiz. 1 piyola smetanaga 1 choy qoshiq tuz, 1 choy qoshiq rasir gliserina solib, yumshoqqina xamir qurib olamiz. Nachinkasi uchun bir bola go'shtimizni suv qochguniga qadar qovuramiz, ketidan piyozlarimizni chala qovurib olamiz. Qovurilgan massamizni ismaloqning ustiga solib, tabga ko'ra tuz va murchni qo'shib aralashtirib olamiz. Biz yana ikkinchi nachinkani ham tayyorlab oldik. Bu yerda xuddi shunday tayyorlangan, faqat bunga brinza qo'shib aralashtirib oldik. Xamirchalarimizni bo'lakchalarga bo'lib, unlab yupqagina qilib yoyib, o'zimizga xohlagan formada chiroyli qilib tugib olamiz. Va ustiga tuxum sarig'i hamda kunjutchalardan sepib, qizib turgan duxovkada 200 gradusda orqa oldini qizartirib pishirib olamiz. Bay. Buni hidlarini, ta'mlarini aytmaysizlarmi? Shunaqangi zo'r bo'ladi. Yeganingizda chaynashga ham hojati yo'q bo'ladi. Dasturxonga tortishdan oldin albatta o'zini yolg'iz qoldirmasdan salatlar bilan, okroshkalar bilan yoki mana shunaqa achchiq bankalar bilan tortsangiz yanada mazali ketadi. Albatta bu asal retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun beta yurakchani bosib o'zingizga saqlab olishni unutmang. Allohning suyuklilariga bu retsept osh bo'lsin.